Assalomu alaykum. Ismim Shavkatjon Gemerdiyev, Arab akademiyasi asoschisi va rahbariman. O'zim 2019-yildan beri dars beraman. Hozir 6 yildan beri dars berayotgan bo'lsam ham, o'zimni yaxshi trener, yaxshi ustoz, gamifikatsiyalar qilib yuradigan ustozman deb o'ylardim. Toyinki shu ICBT ni 3-modulida, ya'ni treningda coaching usullari modulida, ya'ni 3-modulda o'qimagunimcha bu fikrimda qat'iy turardim. Men to'g'risini aytsam, bu kursga kelish menda hech qanaqa narsa o'zgartirmasa kerak, hech qanaqa menga rezultat bermasa kerak deb o'yladim. Lekin birinchi kunning o'zida men juda ham ko'p narsa oldim va to'lagan pulim birinchi kunning o'zida 100% oqlab ketdi. Agar siz ham ustoz bo'lasizmi yoki biznes trener bo'lasizmi yoki biznes egasiz bo'lasizmi, nafaqat ustozga, balki o'sha komanda bilan ishlashga, qanaqadir oiladagi konfliktlarni yechishga bo'lsin, komandadagi konfliktlarni yechishga bo'lsin, bu ICBTdagi aynan 3-modulda o'tgan metodikalarimiz juda ham qo'l keladi. ICBTda bizning trenerimiz Lola Razakova bo'ldilar. Ko'p trenerlarda, ko'p ustozlarni ko'rganman. O'zim ustoz bo'lganim uchun ustozlarning, ya'ni pedagogik mahorati qanaqa ekanligini qisman baholayman, lekin Lola opani o'sha bizani aytganlarini qilmasak ham yaxshi bosiqlik bilan tushuntirib berganlari, qaysidir ma'noda bizaga og'zimizga solib chaynab qo'yganlari juda ham qo'l keldi. Ustozga kattakon rahmat. Xudo xolasa agar siz ham o'zingizni malakangizni oshiraman desangiz, albatta ICBTga va Lola Razakovaga murojaat qilinglar. Xudo xolasa sizlar kutgandan ko'ra ancha ko'proq natija olishinglarga kafolat beramiz.